Bu elektriklar o'zi juda ham bir zo'r kasbda bu. Energetika sohasi o'ziga yarasha mashaqqatlari bor. Avvalambor 22-dekabr kuni kasb bayrami bilan hammani chin qalbdan tabriklaymiz. Energetik kasb bayrami bilan hamma energetiklarni chin yurakdan tabriklayman. Qolaversa hamma energetiklar sohasida ishlaydigan barchani bugungi kasb bayramidan chin qalbdan tabriklayman. Shu qatorda ana shu o'zimizni energiya sex ishchilarini ham chin qalbimdan tabriklayman. Hech qachon noxush hodisa bo'lmasin. Hamisha olg'a intilish kerak. Buni o'zi har bitta shu energetika kasbini egasi yaxshi tushuna oladi. Bu faqat kallani ishlatish kerak. O'sha uchun zo'r kasb bu. Barchaga uzoq umr, ishlariga rivoj, oilaviy tinchlik, har doim hammani uyida chiroq doim yonib tursin. Tabriklayman. Ana shu kirib kelayotgan 2026-yil hammaga omadli, baxtli yil bo'lsin. Hammani ham kirib kelayotgan yangi yillar bilan tabriklayman. Hammaga bayram muborak bo'lsin. Charchamanglar, olg'a bo'lsanglar. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun Den energetiklar kuni ekan. Men hamma O'zbekistondagi hamma elektriklarni tabriklayman. Hammaga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Kasblaringizdan baraka topinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oshga kelinglar.